Men Hamdamova Mavluda. Hozir mana bu yerda mana kashtachilik to'g'risida suhbatlashar ekanman. Men kashtachiligimni yoshligimdan o'rganganman. Men hozir 4-avlodman. Hozir kunda mana shu nevaralarim bilan, kelinlarim, qizlarim shular bilan birgalikda mana shu ishni davom ettirib boramiz. Endi hozirgi mana bu ishlarimdan hozir mana bu yerda ko'rib turganingizdek bo'limpo'sh, tokchapo'sh, ro'yjo, zardevol, mana bu yerda qalpoqlar bor. Mana shularda hammasini o'zimizni qadimgi urf-odatlarimizga qo'shilgan holda hozirgi mana shu milliyligimizni tiklash uchun harakat qilaman. Bizda kashtachilik mana Samarqand kashtachiligi bor, Urgut kashtachiligi bor. Mana Samarqand kashtachiligimizga tikishlarda bosma tarzda tikilgan. Bizda Urgut kashtamizga dol deydi, bosma deydi, yo'rma deydi, chinni xiyol deydi. Mana shunaqa kashtalarimizni hozir mana shu talab darajasiga tikamiz. Bulardan endi iplarimizni aytsak ipakda tikamiz. Ranglarini ko'proq tabiiy qilamiz hozir. Matolarimizni aytsak las, shoyi, ko'proq oq matoda tikiladi. Mana bu ko'rib turgan kashtangiz bu bizda bo'limpo'sh deb ataladi. Bu asosan bizda hozir kelinlarimizni to'ylarda mana ishlatiladigan yigit tarafdan ham, qiz tarafdan ham mana shundan bittadan shu kashtamiz bo'ladi. Bo'limpo'sh deyilganda mana bu yerda mana ko'rib turganingiz bu quyosh tasvirlangan. Keyin mana bu tasvirlangan bu qadimgi ota-bobolarimizdan qolgan nima? Mana bu yerda qorong'ilik tasvirlangan. Keyin mana bu yerda ko'rib turibsiz, 4 fasl. Mana ko'rib turganingizdek 4 ta fasl tasvirlangan. Keyin mana bunisi yo'limiz, keyin mana bu yerda uning nimamiz har bir regionlar tasvirlangan. Keyin mana bu yerda chegara deb qilsa ham bo'ladi, shunaqa tasvirlangan. Qanday kashtachilikdan farqi bizda hozir mana tag matosi asosiy nima rol o'ynaydi? Ularda jigar rang, sariq rang, shunaqa ranglar bo'ladi-da-yu. Keyin bizda mana oq, mana yaltiroq rangda bo'lsa ham hozir bizlar o'z talabimiz mana u to'ylarimizga tikiladigan zar matoda tikilgan. Bu beshikpo'sh deyiladi. Demakki, beshiklarda ustiga yopiladigan beshikpo'sh. Mana buni ko'rgan bo'lsangiz, mana yo'l mana bu tepa tarafida turadi, mana bu ham tarafda turadi, bu beshikpo'sh deyiladi. Dizishlari lekin juda ham bir chiroyli qadimgi nusxalar. Mana bunga ham mana choynak rasmi bor. Mehmondo'stlikni bildiradi. Mana shu kashtalarimizda hammasi tabiatdan olingan bu narsalar. Qalampur, shunaqa narsalar bilan bezagan mana shunaqa. Mana kashtamiz hozir Nurota uslubida tikilgan. Mana bu tasvirda mana anorni chizilgan. Mana bu yerda qushlar bor. Mana bu yerda ana kiyik tasvirlangan. Mana katta kashtani kichiklaytirib chizgan biza, lekin bir joyda mehmon kelsa shundan olib ketadi. Baribir ketganimda unga padarka qilaman deydi. Juda bir qulay bo'libdi-da shu narsalar. Kashtalarimiz hammasiga asosi tabiat. Tabiatdan olingan narsa. Daraxtlarni, mevalarni, qushlarni, hayvonlarni hammasini shu rasmlari mana shu tasvirlangan shunga. Mana bu nimamiz ham Urgutda nimasida chaponlar, mana erkaklarga nima qilgan biza ko'pincha bizlarga mana bu narsalarga mana shu o'zimizni milliy mana kashtalarimizni gullar uriladi bunga. Urgut deganga mana shu narsalar bilan Urgut. Qashqadaryo desa ana u narsalar Qashqadaryoniki. Surxondaryo desa mana bu yerga borib shunaqa. Shuning uchun bizlar Urgutligi uchun mana shu kashta mana shu gullar mana shu Urgutniki. Urgutga xos narsalar, mana gullar, ana ko'ylakniki. Mana bu ko'ylagimizniki, mana Urgutga xos narsalar. Mana bu ko'rib turgan do'ppalaringizni, bularni hammasini o'zim o'z qo'lim bilan tikkanman. Farqi mana buni ko'rib turibsiz, oppoq, oqda tikilgan. Mana ko'rib turibsiz, mana muslimlar bor, oychalar bor. Mana bu yerda quyosh devdim, quyoshlarning rasmi bor. Lekin men bunda ko'rgan bo'lsangiz, bunda gilim nusxasi bor. Boysunniki gilim nusxasi bor. Nima qilib tikilgan, lekin gidlarga ham mana bunaqa tikishda yo'nalishda tikilgan. Men buni o'zim materialni nima qilib, keyin moslashtirib o'zim o'z qo'llarim bilan tikkanman. Mana bu yerda ko'rib turgan do'ppalaringiz, mana bunisi Boysun do'ppisi. Mana aytganimdek gilim naqshlarda qilingan, mana bunisi Urgut do'ppisi. Mana buni o'z qo'llarim bilan tikkanman. Mana ko'rib turganingizdek o'rtasida quyoshning rasmi bor. Mana bu yerda aytgan o'sha qora ranglarim bor. Keyin mana bu yerda ham shunday, mana gidlarga jiyak berib, mana bir chiroyli qilib tikkanman. Buni asosiy peshqasagan samda tikkanman. Bu ko'rib turganingiz tokchapo'sh deyiladi. Bu qadim paytlardan hozirda ham tokchalar tagida ko'rpachalarni taxlab, yostiqlar tashlab ustida tokchaga qo'yilgan tokchapo'sh deb aytiladi shu uchun. Hozir ko'rib turganingiz oyna xalta.
oyna xalta deganimiz bu ham kelinlarni ta'zim beruvchi oyna xalta deyiladi. Bu kunduziga kelinlarimiz ta'zim berib shu bilan nima qilishgan, keyin kechasida mana shuni oynani ustiga bekitib qo'yishgan. Nimagaki bir irim bo'lgan oynani kechasiga oynani ko'rish kerak emas degan ma'nosida shunday qilib buni shu uchun oyna xalta deyilgan. Kelinlarimiz mana bunday qilib ta'zim berishgan, mana bunday qilib. Bunday qilib ta'zim berishgan. Keyin bu zamonaviyda zamonaviy bular. Qushlar Qushlar bilan shunaqa qilib zamonaviy qilingan bularni ham qilib mana bunday nimani ustida qo'ysa bir chiroyli ko'rinadi, endi bu ko'rinishda.